suvlari hisob ketgan joyini topib qo'ydim. Qarang, xolodilniklar bo'ladi. Mazza qilib orqada oqib ketishingiz mumkin. Haydovchingiz bo'lmasa endi uyatboy ekan. Qarang, vau, kattagina displeylar bo'ladi. Bu orqalarda ham детский sidinasi bo'ladi. Mazza qilib o'ylab oqib ketadigan kompakt mushni topib qo'ydim. Mushni keladi narxi 2025 ga restoran bo'lgan 9000 yurgan mushnamiz. Salon holatlari ideal, oranjevый salon izlaganlar bor. Вообще keladi narxda topib qo'ydim. Qarang, oldilaridan ham takoy serozniy apparat. Bitta ishi bor, shuni yudirasiz bo'ldi. Endi mana bitta oldisini ham ko'rsatib o'tib ketaveraman. Pnevma podeskasi bo'ladi, Michelin balon, multirol, ikkitala monitor. Oldilari ham juda kompaktni mushni. Vau! Endi eskisini bilasiz. Eskilardan ham ancha zo'rrog'i bu bo'ladi. Hali beri yangisi kelmadi, lekin narxlari ham tushib ketdi. Qarang, polniy panorama tomlari ham bor. Eng qizig'i, off-road rejimga ham qo'yib haydasangiz ham bo'laveradi. Orqalaridan ham takoy serozniy apparat shu bo'lsa kerak, hoji aka. 360 kamera, sleepoz zona, Michelin balonlari ham bor. Michelin balon o'zi dunyo bo'yicha legenda-ku, bilasiz. Srojniga bu mushnamiz narxini 67 ming dollarga bosib olsangiz bo'ladi. Bosing endi, hoji aka, paytingiz ham kelib bo'ldi.